Assalomu alaykum dehqon bola kanali kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan O'zbekistonda yetishtirilayotgan pistalar haqida gaplashamiz. Bu pistamizni yoshi 12-13 yoshda shuncha hosil olgan, hosildorligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bir tutib ko'rsatmayapmiz. Mana xudo xolasa hammasida hosili bor. Bugungi kunga 2026-yil 25-iyul sanasiga mashq holatga keldi pistalarimiz. Buni pishishiga hali ancha bor. 20-avgustlarga xudo xolasa pishadi. Uzilayotgan jarayonni ham qo'yib boramiz. Biz buni video qilishimizdan maqsad, biz xudo xolasa buni ishonchli erkak ayol ko'chatlaridan ko'paytirib qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kamerachi buni ko'rsatib qo'ying. Bu go'zallikka bittadan like bosib, mashalloh deb yozib ketsalaring bo'laveradigan go'zallikda pista bog' bo'lgan. Kim shuna bog' yaratmoqchi bo'lsa, bog' barpo qilmoqchi bo'lsa, bemalol dehqon bola profiliga obuna bo'lib, do'stlarga ulashib, videoni tarqatib, like bosib, bemalol telefon qilsalaring, xudo xolasa sxemalarini, ekilish jarayonlarini hamma yo'g'ini tushuntirib boramiz. Kimga buni ko'chatidan kerak bo'lsa, dehqon bola kanaliga obuna bo'lib, like bosinglar.